Bunda dostlar yaxshimsizlar? Men Julay Çayxonasidan Armon Istanbulman. Yeshillar oshpaz keldi programmasiga kelganimdan intayin xursandman. Bugungi do'stlarning hozirga, ya'ni churib ketgan. Ya'ni unda boshlab ketamdik. Ketadigan materiallar uzun chayza, bu chayizni tanlaganda tuz changni tanlaymiz. Qizil laza, oshkuka, samsaq, sinjang, shantianjo, xojo, sinjang. Ketadigan tetitqo'lar xavyodon 30 gram. Sirkeden 20 gram. Şekerden 30 gram etrafında. Azırak şuydiyan fen. 20 gram etrafında su. Bunu tekşi şekerle xavyollar yig'ilchilashtirib tayyor qilib olamiz. Unda bo'lsa qiyomimizni tayyor qilib oldik. To'g'rashni boshlab ketaylik. Eng muhim yeriga keldik. Buni mana to'g'rab tayyor qilib oldik. Hamda azazdan to'g'rab olgan chayimizni namda olamiz. Qanchalik chiq namdab azroq dianfon beramiz. Dianfonning qattirish roli va azroq jeshifin bersak, ham rangdor. Buni yana danlashtirib belli qilib olamiz. Yana azroq namdaymiz. Yana azroq dianfon beramiz. Diqqat qilishlar. Mana shu azazdan suv berib uzun bellaymiz. Bo'lmasa churuk chiqmaydi. Hamda buni zalash bosqichiga kelamdik. Meyimizni qizib oldi. Mayning gradusini 6 daraja atrofida qizsak bo'ldi. Bo'shib qolsa chayimiz bo'sh chiqib oldi. Shuning uchun bak fuqamoqlar cho'kini sep, boshqa ko'p holatda chiqqanda sasaq bo'ladi. Unda olsa chayizni mayga silishni boshlab ketdik. Sevilib tegmaymiz. Bu qetib olgandan keyin asta-asta alashtiramiz. Bo'lmasa bo'shib qoldi. Bu rangini oltin rangda eklishimiz texnik muhim. Buni yana bir qitim suzib yuvalamiz. Buni yana bir qitim o'tning darajasini 1 daraja ko'tarib qizg'oq vaqtida solamiz. Undan keyin texnik churuk, texnik yeyishlik holati chiqadi. Shuning uchun mana shu nuqtalarga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Endi buni fuzo qilamiz. Mayning gradusi 7 daraja. Buning yana bir zalashlik sababimiz texnik churuk chiqishga maqsad. Az miqdorda suv may qo'yamiz. Bunga samsaq, shantianjo, so'ng piyoz, sinjang, xojo. Bundan quruq kichikcha mashalat qorib olamiz. Hamda tanishib olgan qiyomimizni qo'yamiz. To'g'ri olgan qizil lasir, oshko'kini sevib olamiz. Pidganni yumshoq o'rib olamiz. Bunga az miqdorda zima.
Şirif degan qo'rnisim tayyor bo'ldi. Uyini olamizmi do'stlar? Yaxshi ko'rgan tamqonlarning karsarayini qoldirib qo'yinglar. Bildirgin olayli. Yeshilnur oshpaz keldi programmasiga. Marmostam xayr xo'sh.